go'sht orasiga. Mana. Dumbani tugashi. Dumbani tugashi, go'shtni boshlanishi. Mana shu yerga bismillah. Go'shtga boqmoqchi bo'lsangiz, 3 oydan o'tib ketsa foyda qilish qiyin bo'lib qoladi. 9-may 2026-yil. Hurmatli obunachilar, tarixda qoladi bu kun. Bu qo'yimiz mana shunaqa juda ozg'in, juda xarob holatda. Mana shu qo'yimizni sizlar bilan inshaalloh 2,5-3 oy oralig'ida, endi Alloh nasib qilganicha o'lib qolmasa, semirish jarayonini ko'rsatib boramiz, davolab shu qo'yimizni tiklash mumkinligini isbotlab beramiz. Ko'p kommentariyalarda so'kinib har xil negativ fikrlar bildirib yuboriladi. Qo'y boqqanda u yoq deb, endi egasini ham qanaqadir bir sharoiti bo'lmagandir yoki e'tiborsizlik bo'lib qolgandir. O'zi bu yoqda bo'lmay Rossiyada o'qib qolsa, bolalari yeb olmaganmi? Xullas, mana shu qo'y mana shunaqa juda xarob holatga kelgan. Endi bu qo'yni biz 3-4 kundan beri tarbiya qilyapmiz. Hozir yuvib, kirsovimda chiroyli qilib yuvdimda, dori-darmonlarni qilib qo'ydik. Hurmatli obunachilar, ivermektin qildik. Tashqi parazitlarga qarshi alben berdik va vitamin B12 ni 7 kun davomida qo'yimizga qilib boramiz. Sizlar bittadan like bosib, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Ko'pchiligiga foydasi tegadigan yaxshi kontent bo'ladi. Sababi mana shunaqa ozg'in, oyoqda turishga ham qiynaladigan qo'yni tiklab olish mumkinligini albatta inshaalloh isbotlaymiz. Chunki o'limdan boshqa narsaning iloji bor. Ozg'in qo'yni semirtirish bizda bu birinchisi emas. Meni taniganlar ko'pchilik biladi. Azaldan mana shunaqa qo'ylarni olib semirtirib yaxshi foyda qilamiz va xalqimizga shu qo'ydan ham yaxshi foyda qilish mumkinligini isbotlab beramiz. Qo'yimiz ovqat yegani ham qiynalib, yaxshi holatda emas edi. Mana bugun o't yeyishni ham boshladi. Tishi yo shunaqa qari emas buni. Mana. Tishi bor. Biz tishi yo'qlarini ham semirtirib go'shtga topshirib o'rganmiz. Endi bu go'sht emas, bu tag'orni yaxshi chiroyli narsa bo'lgan, faqat ozib ketib qolgan xolos. Hozir bu temiri ves olgandan keyin inshaalloh $1000 ga sotaman bu qo'yni. $1000 ga o'zini, bolasini emas. Bolasini o'zi ham hozir arashani, toza arashani $500 ga olaveradi. Hozir vitamin B12 ni qanday qiladi deb juda ko'pchilik savol berdi. O'sha B12 ni qayerga qanaqa qilish kerak, shuni ko'rsatib o'taman. Va albatta bu dorining effekti, vitaminning effekti juda zo'r. Sinovdan o'tkazilgan. Sizlar o'zlaring guvoh bo'lasizlar. B12 vitamin bo'ladi. Odamga qilinadi. Qo'ldan ko'pchilik olgan bo'lish kerak bu vitaminni. 1 milli bo'ladi. Bitta qo'yga bir kunda bitta ishtahasini ochadi. Yaxshi semirishda qoni ko'payib, immunitetini oshiradi. Foydasi ko'p. Keyin Jamshid Valijonov degan bloger birodarimiz bor. Yana bitta ikkita dorilarni tavsiya qildilar, vitaminlarni. Uni ham bir proba qilib ko'ramiz. Sinovdan o'tkazgan ekanlar. Endi hozir biz o'zimiz bilganimizni qilyapmiz. Bu jarayondan keyin yana birorta qo'ydi akamiz aytgan ukolni ham bir sinab ko'ramiz. Xo'p, endi qo'yni terisini ko'tarib turib, terisini tagiga ham qilsa bo'ladi, lekin muskulga yaxshi effekt beradi. Go'sht orasiga. Mana, Dumbani tugashi, go'shtni boshlanishi. Mana shu yerga bismillah. Bir kunda bir marta 7 kun mobaynida qilamiz. Qo'yda o'sha o'zgarish boshlandi. Inshaalloh jigari ketib, bir o'pkasi ketib qolmagan bo'lsa, buni hali yaltiratib, semirtirib hayotga qaytaramiz. Hayotga bo'lgan qiziqish ortadi. Avgustda yana qochib, yana bola beradi bu qo'y inshaalloh. Bunaqa qo'ylarni 2-3 oy oralig'ida o'zgarishiga ko'pchilik ishonmayapti. 2 oy, uzog'i 3 oy. 3 oydan o'tsa, men go'sht haqida gapiryapman. Men zotli haqida emas. Go'shtga boqmoqchi bo'lsangiz, 3 oydan o'tib ketsa foyda qilish qiyin bo'lib qoladi. O'shaning uchun 2 oy, 2,5 oy, uzog'i 3 oy oralig'ida semirtirib chiqarib olishingiz kerak. Buning uchun faqat yem solib qo'yish o'zi yetmaydi. Tarbiya qilib, buni sal vitamin, bir narsalarni qilish kerak, vaqtida qarash kerak. Keyin yaxshi effekt bo'ladi. Inshaalloh mana boshladik shu jarayonni. Bugun YouTube'da birinchi kun, Instagramda ikkinchi kun. Obuna bo'lmaganlar o'tib obuna bo'lib va albatta hurmatli obunachilar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bu bizga motivatsiya beradi. Sizlar uchun mana shunaqa kontentlarni olamiz. Bundan keyin hozir men yana zakaz berib qo'ydim, bir 10 ta
bundan ham ozg'inini olib kelib, ularni ham semirish jarayonini ko'rsataman. Bu ozg'in, lekin bundan ozg'inlari ham bor-da. O'ta xarob holatdagilari ham bor. Shunaqasidan 10 ta olib, qiziq bo'lsa, qiziq deb kommentda yozinglar. Sizlar uchun zo'r kontent bo'ladi. Ko'pchiligiga life hack desa ham bo'laveradi, motivatsiya ham bo'ladi. Yo'llanma. Ha, chunki 2 million 800 3 millionga ham borda ozg'in qo'ylar. Mana shunaqa ona qo'ylar bor. Shunaqalarni olib, bitta semirtirsalaring 5 millionda, 4,5 ga olaveradi so'ygani. Lekin buni onasini $1000 sotamiz, xudo xolasa, ko'rasizlar. Zotli narsa, yaxshi narsa, faqat ozib ketgan, tishi ham zo'r. Bolani qaranglar, bolani berganini yuzlari oq, quloqlari yelpig'i bo'lib kelgan. Yaxshi narsa. Xudo xolasa, bundan buyog'i birga mana shu jarayonni ko'rib boramiz. Vaqtlaringizni ko'p olmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, albatta javob berishga harakat qilamiz. Va albatta like esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.